Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar va barcha tadbirkorlarga bu videomiz. Videoni ko'ring, hoji og'amiz cho'tki gapirib o'tdilar. Qarzi borlar haqida cho'tki gapirib o'tdilar. Qo'shiladiganlar bitta like va kommentariy. Tog'a obunachilardan savol kelyapti. Puli bo'lib turib, birovning haqqini bermayotganlar, cho'zib yurganlarga nima deysiz endi? Ularning jazosi nima bo'ladi? Hani plyus bo'lib turib uyda bermayotganlar yuqorida ta'kidlaganman. Sizga shirinlik bilan go'sht yeyish mumkin emas o'zi asla. Tushunyapsizmi? Dunyoda Alloh taolo jazo bilan mukofotni ko'tarib qo'yganligi uchun joningizga hech narsa bo'lmayapti. Yaqinda boshlanadi, unda kech o'ladi. Shuning uchun bering, olib borib bering. Olib boring, o'rningizdan turib olib borib bering. Chekni sotib oling, yarmini sotib oling, uyda olib borib bering. Asha qabrda juda asliga yengil o'ladi. Juda yengil o'ladi. Olib borib bering. Xudoning yo'lida urushga chiqqan shahidda agar to'g'ri jannati deyilgan. Lekin agar birovda haq qarzi bo'lsa, o'sha jannat, o'sha shahiddan jannatdan chiq deydi baqa deydi. Buni rozi qil deydi.